Salom hurmatli obunachilar, bugungi videoda TexPV 750 suv nasosi haqida gaplashamiz. Bu nasos suvning ichiga tushirilmaydi. Buni suv manbasiga yaqin bo'lgan, tekis va quruq bo'lgan joyga qo'yib ishlatilinadi. TexPV 750 quduq yoki bakdagi toza suvni tortib, kerakli bosim bilan uy ichidagi bir nechta suv nuqtalariga yetkazib beradi. Masalan, bitta nasos orqali hovlidagi kran, oshxona, dush, hojatxona baki va kir yuvish mashinasiga suv uzatishi mumkin. Lekin suv sathi nasosdan maksimal 9 metr chuqurlikda bo'lishi kerak. Agar quduq juda ham chuqur bo'lsa, unda vakuumli nasos emas, chuqurlik nasosi olish kerak bo'ladi. Ushbu nasos eng katta afzalliklaridan yana bittasi, bu uni avtomatik o'chib yonish hisoblanadi. Siz har safar kranni ochganingizda nasos o'zi avtomatik yonadi, kranni yopganingizda avtomatik o'chadi. Har safar qo'lda o'chirib yoqish shart emas. Bu tizim nasos keraksiz ishlashini kamaytiradi, elektr energiyasini tejaydi. Shu sababli TexPV 750 nasosini dacha, dala hovli, xususiy uy, tomorqa, bak yoki rezervuardan suv tortish, shuningdek, markaziy suv tarmog'idagi past bosimni ko'tarish uchun ishlatish mumkin. Nasos suv kirish va chiqish qismi, krilchatka, dvigatel, avtomatika bloki va kengaytiruvchi bosim bakidan iborat. Dvigatel navbotkasi 100% misdan tayyorlangan bo'lib, bu uni barqaror ishlashiga, qizib ketmasligi va yillar davomida uzoq xizmat qilishiga yordam beradi. Endi asosiy texnik xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Ushbu nasos 750 vatt quvvatga ega, maksimal suv tortish chuqurligi 9 metr, maksimal napori 50 metr, maksimal suv yetkazib berish hajmi daqiqasiga 57 litr. Nasosni birinchi marta ishlatayotganda unga suv quyib ishlatish kerak. Suv quymasdan ishlatish tavsiya etilmaydi. Ushbu nasosimizga 6 oy kafolat beramiz, servis xizmati ham mavjud. Agar sizga uy, dacha, dala hovli va tomorqa uchun ishonchli avtomatik suv nasosi kerak bo'lsa, TexPV 750 eng foydali tanlovlardan biri bo'la oladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun yoki buyurtma berish uchun bemalol call centrimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.